Abu Bakr Shibli rahimahulloh vafot qilganidan so'ng ashoblardan biri uni tushida ko'rib so'radi: "Alloh sizga qanday muomala qildi?" Shibli dedi: "Alloh meni huzurida tik turg'azib qo'yib so'radi: Ey Abu Bakr, seni nega mag'firat qilganimizni bilasanmi? Men o'zimcha solih amallarim, ibodatlardagi ixlosim, qilgan hajim, ro'zam va namozim sababli deb o'ylagandim. Lekin u zot menga, esingdami, Bag'dod ko'chalaridan birida ketayotganingda kichkinagina mushukchani ko'rib qolding. U sovuqdan titrar edi. Sovuqning qattiqligi va qorning kuchliligidan devorlarga tiqilib olar edi. Unga rahming kelib qo'lingga olding. Qo'yningga tiqib isitding. Uni sovuqning alamidan qutqarding. Esladim. Ana shu jonivorga rahm qilganing sabab biz ham senga rahm qildik", dedi. Hayvonga ko'rsatilgan shafqatning bahosi bunday bo'lsa, insonga ko'rsatilgan mehrning mukofoti qanday bo'lar ekan?